Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Xalq banki hamkorligidagi Qashqadaryo viloyati Kasbi tumani Mustaqilobod MFida 57-55 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda pomidor polis ekini ekilgan. Maydon jami 10 gektar. Bu yerda ekin zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekin yaxshi holatda yetishtirib kelinmoqda. Sug'orish jarayoni tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyiha 10 ta dehqon xo'jaligiga biriktirilgan. Loyiha samarali amalga oshirilishi uchun lider tadbirkor Moybuloq maslahat cheklangan jamiyat ishlab chiqarish korporativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan, ko'zda tutilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham loviya, mosh, dukkakli don mahsulotlari yetishtirish reja qilingan. Bu orqali yuqori daromadli ekin turini ekish, yer egalarining daromadlarini yanada oshirish rejalashtirib kelinmoqda.